Fakir Azalon aytat, har bir aqlli odamga tegishdi. Şol yuqorida aytgan xabarga ko'ngil burish kerak, e'tibor olish kerak. Jana bilib olish kerak, bu tiru menen zina qilib, ulug'roq o'lik menen zina qilgandan-da. O'lik menen zina qilgandan oqas yuqorida aytib o'tganda o'shanchalik qiyin bo'lgandan keyin ay tiru menen zina qilgan albatta undan qancha esa qiyin gunoh cho'ng bo'ladi. Va ham bayatu va tavbatun haqiqatan zina qilsa albatta chinig'i astoydil tavba qilishga tegish. Lana shobala ma'lim Alloh taala anna tavbata haqiqatan tajavuz anhu. Sevgi yuqorida hikoyadagi yigit Alloh taolaning tavbasini qabul qiluvini bilib ixlos bilan tavba qildilar. Alloh taolo qabul qilib gunohini kechiraverdi. Va ham bo'lgan takuna tavbat ala qadari zambi. O'shandaqdan tavba shu gunohga jarasa bo'lish kerak. Cho'ng gunoh bo'lsa, cho'ng tavba qilish kerak. Jag'anda yuqorida bir juma boshini ko'tarib tuproqqa boshini sayib jatib olgan. Cho'ng gunohga tavba qilish kerak. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytib qo'ygan, o iman keltirgan odamlar, sizlar tavba qilsanglardan nasuh tavbasini qilinglar. Ya'ni chin yurakdan tavba qilinglar. Qol at-tawbatun nasuhu an-nadm bil qalb. Nasuh tavbasi deb yurak bilan o'ta o'kinib pushayon bo'lish kerak. Bekarga shuni qilib bunday. Val istighfar bil lisan. Tili bilan Alloh taoladan kechirim so'rash kerak. Val izmar alla ya'ud alayhi abadan. Jana shunday niyat qilish kerak. Ikkinchi shul gunohga bormayman deb niyat qilish kerak. O'shani tavba nasuh deb aytiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tili bilan istig'for aytib, gunohni dag'ali o'lantirib qilaversa, Alloh taolaning Rabbisini shildigan qatori bo'ladi. Tavba qildi, ikkinchi gunohni jasolash kerak-da. وذكر عن ربيعة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. ربيعة رضي الله عنها aytat, bizim istig'forimiz ko'p degan istig'forga muhtoj bo'ladi. Ya'ni za istighfara bil lisani va niyati an ya'uda ila zambi fa inna tawbatahu tawbatul kazibin. Al degani til bilan istig'for aytsa, niyatida da'van o'sha gunohni qilish bo'lsa, onun tavbası jalg'on tavba dedi. Va haza la yakun tawbatan. Bu tavba bo'lish aytilmaydi. Va inma tawbatu an yastaghfira bil lisani va yanwi an la ya'uda ila zamb. Albatta chinig'i tavba til bilan istig'for aytdi, kechirim so'radi Alloh taoladan. Ikkinchi o'sha gunohga bormayman deb niyat qilish kerak. Fa iza fa'ala zalika ghafarallohu lahu zambahu va in kana aziman. Agar shunday tavba qilsa, unda Alloh taolo gunohini kechiradi, qanchalik cho'ng gunoh bo'lsa-da. Sebab Alloh taolo kechirimli esa janob bandalarga rahimli zot. Zikr qilinibdir, Murda Bani Isroil elinde bir podsho bo'lgan. O'sha podshoga shu yerdagi bandalardan bir kishini sifatlab maqtab, ana podsho o'sha kishini chaqirdi. Chaqirib o'z suhbatiga meni ishimga kelib xizmat qilib yurasiz deb, kinoga bayog'i borgan kishi yigit aytdi. O podsho yaxshi, siz aytgan so'z kelib meni imdajib, menga xizmat qil deb atasiz, bu yaxshi. Biroq men bir kun siz kirsangiz uyingizga, men sizning qizingni o'ynab o'tirgan bo'lsam, shunda meni imda qilasiz dedi. Ana podsho ochuvlanib, "O fojir, fosiq" dedi. "Sen shunday so'zni aytishga qanday menga botinding" dedi. "Men podsho bo'lsam" dedi. Shunda bayog'i yigit aytdi, "Mening shunday Rabbim bor, kechirimli ulug' Rabbim bor. Agar meni bir kunda 70 yo'li gunoh qilganimni ko'rsada menga ochuvlanmaydi" dedi. O'zini ichida meni quvaydi. Rizqdan da qo'rqaltirar, rizqdan da bilaveradi, shuncha gunoh qilsam da. Shunday Rabbim bo'lgandan keyin men qanday o'sha Rabbimdan ajrab sen ishingga kelib o'tirayin. Sen menga gunoh qilyapsan turib ochuvlanib o'tasan dedi. Agar meni gunoh qilayotganim shu qiz bilan siylashib o'tirganimni ko'rib qolsam, unda qanday yo'lga tushadiling? Bo'lib aytgandan chiqib ketgan ekanda xizmat qilmayman sana, qila olmayman deb. Faqir Alloh taolani aytadi, gunoh ikki turdi. Bir gunoh seni bilan Allohning o'rtasidagi gunoh. Yana bir gunoh seni bilan bandalarning o'rtasidagi gunoh. Alami seni bilan Alloh taolaning o'rtasidagi gunohni jasasang,
anda anın tövbası tiling bilen istig'for etişin gerek. Vadnatmu bil qalb vel izmar an la ta'uda. Yüreğinden ökünüşün gerek. İkinci şu günden jasabayman deb niyet qilishing gerek. Eğer şu işleri qilib tövbe qilsa, al şol ordadan turalegile Allah Teala günahını keçiret dedi. Biroq agar farzlardan biran farz qolib ketgan bo'lsa, o'tib yurgan bo'lsa, anda tövbasi foydasi tegmaydi. Şu farzlarning barini atqarib turib, anani shoga da pushaymon bo'lib, istig'for aytib tövbe qilsa, tövbasi qabul bo'ladi. Hali men seni bilan bendilar o'rtasidagi günah, sen o'shal bendiga günah qilsang, shu bendan rozi qilmayincha, sen tövbangning foydasi tegmaydi. O'shani bilan sen eldashib ketish olmayincha dedi. Kebir tabiinden aytgan ekan, Allah razı olsun, günahli adam bir günahını qilib olib, daim shu kunaga o'kinib, pushaymon bo'lib yuraversa, istig'for aytib, o'sha bo'yicha shunta yurib beshak kirib ketadi dedi. Fayaqulu shayton, ya laytani lam uqihu fihi. Shayton aytadi, attang, shu günahni og'aja satpayla qo'yganda bo'lmoq ekan. Shuga o'kinib yurib beshak kirib ketdi deb shayton anan attan qilatganda. Abu Bakr vasita aytadi, har bir narsada shashbashlik yaxshi. Biroq uch narsada shashish kerak. Ina vaqti salat va ina dafnul mayit va tavbat indal ma'siya. Namoz vaqtligini shashish kerak. O'lik ko'mga shashish kerak. Gunoh qilganda tavbaga shashish kerak. Ana kebir danishmanlar aytgan ekan, bir odamning tavbasi shu to'rt narsa bilan bilinadi. Birinchisi o'sha tavba qilgandan keyin tilini tiyish kerak, oshqa so'zlardan, g'iybatdan, yolg'ondan. Ikkinchisi hech bir adam uchun yuragida ko'ralmaslik, dushmanlik kek bo'lmoqchi kerak. Uchinchisi tavba qilgandan keyin jamoat sheriklardan ajrash kerak. To'rtinchisi doim o'limga tayyor bo'lish kerak. O'kinib, istig'for aytib o'tgan gunohlarga shuni turish kerak. Mushtahidan ala ta'at rabbihi. Rabbisiga itoat qiluvda o'ta bir tirishish kerak. Bir danishmandan so'rashgan ekan. Tavba qilgan odam uchun o'sha tavba qilgan, tavbasini qabul bo'lganining belgisi bor edi. Ava to'rt narsani bayqasa tavbasi qabul qilgan bo'ladi. Avval ayan qati'a an ashabisu. Birinchisi jamoat sheriklardan ajrasa. O'sha jamoat sheriklarga o'zidan bir aybetni ko'rsatsa. Ularning oldida bir aybetni bo'lib tursa-da, shularga jalpangtab, masalan, jamoat qilganda kulib, va yaqolitu solihina, yaxshi solih odamlar bilan aralashish kerak. İkincisi, barliq günahdan üzülüş gerek. Barliq taatlarga düzeliş gerek. Üçüncüsü, dünyanın quvonchini yuragidan chiqarib solish kerak. Dunyo kelib ketib, barliq yo'q bo'lgan hech qanday qiziqmas kerak. Doim shu oxiratdan qapaligini yuragida ko'rib yurish kerak. Oxirat uchun yuragida qayg'u olib yurish kerak, qapolik bo'lib yurish kerak. To'rtinchisi, nafsini bo'shatish kerak. Allah Teala mesela rızklarını men beraman deb zamanatını algan, kepilligini algan. O'sha rizq yönünde hech qanday o'ylamasın. Allah Teala beradi. Ana mustaqil alak bo'lsin, o'sha Allah Teala buyruqlar atqaruv bilan. Shul to'rt belgi qaysi odamda bo'lsa, tavba qilgandan keyin al jonida mana Allah Teala aytib qo'ygan. Allah Teala tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Yana toza odamlarni yaxshi ko'radi degan. Shu odamlardan Allah Teala'nın taza yaxshi ko'rgan bendesi, taza bo'lgan bendesi qatorga kirib qoladi shu to'rt belgi bilan deydi. Jana odamlar uchun shu to'rt narsani o'ziga millatli bilish kerak. O'zini odamlarga yaxshi ko'rsatish kerak. Sebebi Allah Teala'ni yaxshi ko'rdi, odamlarni yaxshi ko'rish kerak-da. Ikkinchisi, odamlar o'sha odamda saqlab yurish kerak-da. Dua qilib, duolarni qo'shib, chol tavbasi bekam bo'lsa deb boshqa odamlarda duo qilib yurish kerak. Sen yaxshi ko'rsa odamlar sen duo qilishadi-da. Uchinchisi, o'sha murda o'tgan gunohlarini aytib yurish kerak odamlarga. Falonchi murda shunday jama gunoh qilgan, hozir alhamdulillah tavbasiga kelib yaxshi bo'lib qoldi. To'rtinchisi, odamlardan qochmasdan cho'g'ib o'tirib, ana siylashib, og'aj yordamlarni berib yurish kerak. Shunday bo'lsa, keyin Alloh taolo uni to'rt karomat bilan siylatgan. Birinchisi Alloh taolo uni gunohlardan tozalab chiqaradi. O'sha gunohni qilmagan shaxs bo'lib qoladganda. Ikkinchisi, shunday bo'lsa, Alloh taolo uni yaxshi ko'rib qoladi. Uchinchisi, Alloh taolo shaytonga mumkinchilik bermaydi. Shaytonning zamondan saqlab turadi o'sasidan. To'rtinchisi, bar qo'rqishlardan Alloh taolo saqlaydi. Bu dunyodan chiqishdan murdali.
Sebebi o'shanday odamlarga Alloh taolo Qur'on Karimda aytib qo'ygan, bularga farishtalar tushadi. Sizlar qo'rqpag'lar, qapada bo'lg'lar, suyunglar, besh menen va'da qilgan 5 ming suyunglar deb farishtalar shotib buga suyunchlar turishadi deydi. Xolmadan aytadi, shu tavba qiluvchilar beshga kirgandan keyin o'sha odamlar bir-biriga aytishayotganda, bizga Alloh taolo va'da qilgan edi, baringga dozoqqa bir tushasinglar, beshdan murda deb aytgan edi. Biz dozoq kirib beshga kirib qoldik deshayotganda, shundalarga farishtalar javob beradi, sizlar dozoqdan o'tib ketdinglar. O'sha sizlar aytgan vaqt dozoq o'chib qolgan edi deyotganda, bu o'sha tushib o'tdinglar bu dozoqqa deyotganda. Hasan roziyallohu anhu Payg'ambar sallam bir zina qilgan ayolni tashbaran qildi degan keyin janozasini o'qidi. Aga bir sahobalar aytishdi, "Ya Rasululloh, uni tashbaranға olib o'ltiringiz, it o'ltirgandek qilib. Daha janozasini o'qitasiz" dedi-da. Payg'ambar aytdi, "Bu ayol" dedi, "shunday tavba qildi" dedi. "Agar bundagan zinaning 70'ini qilganda da Alloh taolo tavbasini qabul qiladi" dedi. "Astaydil tavba qildi" dedi. Uning tavbasi chiniga tavba bo'ldi. Tavba chiniga bo'lgandan keyin so'z qabul bo'ladi. Qancha cho'ng bo'lsa dedi. Payg'ambar sallam aytgan, bir odam bir mo'minni ayblasa, bir jaman kunish bilan. O'shal aybtovchi o'shal günahni qilgan siyaqti bo'lib qolatganda, kuniga botatgan. Alloh taolo o'shal aybtogan odamni o'shal gunohga tushirayotgan. Birovni gunoh jasavasala, gunoh qildi deb aytsa, o'sha gunohni o'shal aybtovchi bir jasayotganda. Bir mo'min odamni bir gunoh bilan ayblasa, al dunyodan chiqib ketalmaydi, o'sha gunohni o'zi jasamayincha. O'sha gunoh bilan jasab sharmanda bo'lgandan keyin o'layotganda. Shuning uchun birov taqir hatto osh kerak ekan. Faqir Alloh taolo aytadi, mo'min odam hech qachon bir gunohga tushishni maqsad qilmaydi. Atalab gunoh qilmaydi. Sebab Alloh taolo aytib qo'ygan, "Sizlarga kufrlikni, fasiqlikni, gunohni jama ko'rsatib qo'ygan" degan. Mo'min odam yaxshi ko'rmaydi ana. Shunday xabar berilgan. Mo'min odamga gunohni jama ko'rsatilgan. Albatta mo'min odam gunohni jama ko'radi. O'shandoqdan mo'min odam gunohni atalab jasamaydi. Biroq jasab qo'ygan bo'lsa-da, g'aflatdan bir jag'ilib jasab qo'yishning kuchli bor. O'shandoqdan o'sha gunohni qilib olib tavbaga kelsa, keyin boshqa ayb tovash kerak. Falan shunday gunoh qildi deb. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, bir benda tavba qilsa, albatta Alloh taolo tavbasini qabul qiladi. Boyag'i jazib yurgan farishtalarni esdan chiqarib qo'yadi. Ular jazib yuradi shu bendaning jaman amaldarini, ularda jazolar qiladigan, esdan chiqarib qoladigan. Üçülərdə şu xata günəşdə jasaganları müçələrində esən çıxıb qalatgan. Qiyamətin alarıyla güvəlük berəlvətken esən çıxıb qalıb. Oşa yerdən də esən çıxıb qoyatgan. Bulusun yerə güvəlük berətdi qiyamət gün. Alda esən çıxıb qalatgan. Asmandan da esən çıxıb qoyatgan. Ana qiyamet gün kelgəndə heç bir məxluq ağa güvəlük berəlvətken şu şunday günah qıldı dedi. Tövbası üçün olsa. Hazreti Ali'də Peyğəmbər sallallahu etken aslı aylanasıga jazalangan. Şu xalqni jaratishdan murda 4000 yil murdalar jazib qo'ygan Alloh taolo. Men kechirimli uzatman. Kim tavba qilsa, iymon keltirsa, yaxshi amal jasasa, kim hidoyatda yursa deb shu so'z ilgardan yozilgan ekanda. Vallohu a'lam bissavob.